Audio Jungle. Bilet açtı. Umre'ye. Dard deb bilmagan otam, qaddi sira sinmagan otam, farzandlari iqboli uchun mehnat qilib tinmagan otam, loydan qo'li chiqmagan gohi, bo'zlab sira aytilmas ohi, so'zlarimda xudo guvohi, mehnat qilib tinmagan otam. Bolam, chaqam, qizlarim degan, ortda qolar izlarim degan, umrim tilab duolar qilgan, mehnat qilib tinmagan otam. Ayb ish qilib qilmas gar xato, nuqsonlarim bilmas muammo, yarim tunda uxlamay hatto, mehnat qilib tinmagan otam. Yuzi nurli ajinlar serob, har ajniga asli men sabab, biror marta bir lahza to'xtab, mehnat qilib tinmagan otam. Ko'ngli toza, sochlarida oq, ba'zan ko'ngli qayg'udan yiroq, qish tinsa ham dunyoda biroq, mehnat qilib tinmagan otam. So'z ochsangiz onadan boshlang. Chunki onasini yaxshi ko'rmagan yigitning muhabbati yolg'on. Onajon siz yozib bo'lmas, gapirib bo'lmas muhabbatsiz. Mehringiz oqib turgan daryoga o'xshaydi. Kamaymaydigan, to'xtamaydigan mehr sizning mehringiz. Yo'q, adashdim onajon, daryo emas, poyoni yo'q, ummonga o'xshaydi mehringiz. Odamlarning barchasi oddiy suv, yolg'iz siz qalbim rohati, zamzamim onajon. Sizni nega yaxshi ko'raman go'zalim? Ota, yaxshi kunlarga borib, bizni qo'limizdan shu keldi. Yaxshi yomon kunimizda har doim otlar, shu jigarlarim mening yonimda bo'ldilar. Ular borgan joyda qattiq yaxshi salomat. Yurtga qaytib keldim. Yana jichani patrab qoldik-da. Bir haftalik bo'lganda, ha? Opa, bir hafta 10 kundan keyin borgan bo'lar, zo'rlardi. Mayli. Emas. Xudo xolsa salomat qaytib kelsanglar. 2 kundan keyin tashlab xudo xolsa tanasiz. Ya rostda. 24 kun ichib ketasizlar. 24. Gapirgan. Ota, baxtimizga doim bor o'g'illar. Jigarlarim ham sog' salomat bo'lsin. Shu akamning ukamga ham katta rahmat. Shu kunlarni yetkazganiga shukr. Tarbiya berganingizga shukr. Rahmat. Ikkita qizingiz mana 4 ta bo'ldi. Ikkita o'g'illar 4 ta o'g'il bo'ldi. Doim bor bo'linglar. Sizlar o'sha qaringlar. Yaxshi bo'linglar. Oqyot sizlarga ham katta rahmat. Oqyot bersin. İnson faqat ishlash uchun yaralganmi? Keling bugun ko'rishaylik jigarlarim. Sog'inch faqat bolalikka atalganmi? Didor esa suratlarga qadalganmi? Inson faqat ishlash uchun yaralganmi? Keling bugun ko'rishaylik jigarlarim. Taskin topib bo'larmikan telefonda? Bir didorga nima yetsin bu zamonda? Har kun bo'lmasa-da mayli onda sonda. Keling bugun ko'rishaylik jigarlarim. Har kun bo'lmasa-da onda sonda. Bir yig'ilib ko'rishaylik jigarlarim. Jigarlarim
qadrin bilayapmiz. Ona bo'lib ona dardin bilayapmiz. Ular kabi biz ham bugun g'animatmiz. Keling tez-tez ko'rishaylik jigarlarim. Ota bo'lib ota qadrin bilayapmiz. Ona bo'lib ona dardin bilayapmiz. Ular kabi biz ham bugun g'animatmiz. Keling bugun ko'rishaylik jigarlarim. Taskin topib bo'larmikan telefonda? Bir didorga nima yetsin bu zamonda? Har kun bo'lmasa-da mayli